بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli mo'min birodarlar, bugungi suhbatimiz Shamoili Muhammadiyadan 21-dars bo'lib, bu darsimizda ikkita bobda kelgan hadislar bilan baholi qudrat tanishamiz inshaalloh. Babu ma jaa fi sifati nawmi Rasulillah sallallohu alayhi va sallam va fihi 7 ahadith. Bu 39-bob payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uyqu sifatlarini bayon etadi. Bu bobda 7 hadis rivoyat qilingan. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. براء بن عازب roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar uxlash uchun joylariga yotsalar, o'ng kaftlarini o'ng yanoqlari ostiga olar edilar. So'ng, ey Rabbim, meni bandalaringni qayta tiriltiradigan kunda azobingdan asragil der edilar. قال حدثنا محمد بن المثنى أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة أو عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك. Bu hadis ham avvalgi hadisning aynan o'zi bo'lib, bu ikki hadisning o'rtasidagi farq shuki, ikkinchisida bandalaringni qayta tiriltiradigan kun deyilgan lafzning o'rnida jam qiladigan kunda degan lafz zikr etilgan. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Huzayfa roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam agar to'shaklariga yotib uxlamoqchi bo'lsalar, aytar edilarki, ey ilohim, sening isming ila o'laman va tirilaman. Agar uyqudan uyg'onsalar, bizni o'ldirgandan keyin qayta tiriltirgan Alloh uchun hamdlar bo'lsin va qayta tirilish uning huzurigadir der edilar. Mulla Ali Qori rahimahulloh aytadilarki, hadisda uyquni o'lim deb zikr qilinishiga sabab, chunki inson uxlashi bilan aql idroki va xatti harakati amaldan to'xtaydi. Yana bundan tashqari arab tilida sukunatni o'lim deb ham nomlashadi. Masalan, shamol esishdan tinsa, shamol o'ldi deydilar. So'ng bu alloma aytadilarki, menimcha haqiqatga yaqinrog'i inson uxlashi sababli harakatdan to'xtagani uchun uni o'lik deb e'tiborga olingan bo'lsa kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda ham huvallazi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un. U sizlar orom olishingiz uchun kechani va kasbu kor, sayru sayohat qilishingiz uchun ochiq yorug' bo'lgan kunduzni yaratib qo'ygan zotdir. Albatta bunda quloq tutib anglovchi qavm uchun oyat alomatlar bordir degandir deb so'zlariga shu oyatni dalil qiladilar. Yana shunga yaqinroq ma'noda kelgan uyquni o'lim iborasi bilan ta'rif etgan boshqa bir oyat karimani misol qilsak ham bo'ladi. Va huvallazi yatawaffakum bil-layl va ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. U kechasi joningizni oladigan, ya'ni uyqu beradigan, kunduzi qilgan ishingizni biladigan zotdir. So'ngra aytilgan ajal, yashash uchun berilgan muhlat ado qilinishi uchun unda, ya'ni kunduzi sizlarni tiriltirur.
keyin o'ziga qaytishingiz bordir. So'ngra sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini berur. Yana shu ma'noda kelgan oyatlardan biri ushbu oyat. Allohu yatawaffal anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jonlarni o'lim vaqtlarida, hanuz o'lmaganlarini esa uxlayotgan paytlarida Alloh olur. Bas o'zi o'limga hukm qilgan jonlarni badanlarga qaytarmasdan ushlab qolur. Boshqalarini esa belgilangan bir muddatgacha, ya'ni ajallari yetgunicha qo'yib yuborur. Albatta bunda tafakkur qiladigan qavm uchun oyat ibratlar bordir. Bundan keyingi hadisga o'tamiz. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. Oysha onamizdan rivoyat qilinadigan bu hadisda u zot aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar joylariga yotib uxlamoqchi bo'lsalar, har kecha 2 kaftlarini jam qilib, unga qul huvallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq va qul a'udhu birabbin nasni o'qib, kaftlarga naf, ya'ni og'izdan havo chiqarib puflab, so'ng shu 2 kaftlari bilan butun jasadlariga 2 qo'llari yetganicha surkardilar. Avvalo boshlari, yuzlari va oldi taraflaridan surkashni boshlar edilar. Keyin shu tarzda bu holatni 3 bor takror qilardilar. Mulla Ali qori aytadilarki, naf urish og'izdan so'lak aralash havo bilan puflash demakdir. Lekin ba'zi ulamolar nafni so'lak aralashtirmay puflashlikdir ham deb ta'vil qilgan ekanlar. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. Bu hadis Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. U zot aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni uxlab, hatto xurrak ham otgan edilar. U zotning odatlari agar uxlasalar xurrak otar edilar. Qo'qqis Bilol kelib qolib azon aytib yubordilar. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ham namoz vaqti kirganini xabar qilib qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam darhol turib tahorat olmay namozni o'qiyverdilar. Mulla Ali qori aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xususiyatlaridan Oysha onamizga aytganlaridek, agar u zot uxlasalar, ko'zlari uxlar edi, lekin qalblari esa uyg'oq bo'lar edi. Shuning uchun tahorat olmay namoz o'qiganlar. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوية. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar joylariga yotib uxlamoqchi bo'lsalar, shunday der edilar: bizlarni to'ydirib, ichirgan va bizlarga joy berib, hojatlarimizni o'tagan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Qancha insonlar borki, ularni joy bilan ta'minlaydigan, har ishlarida ular uchun mutasaddiylik qiladigan homiy yo'qdir. Bu hadisga bir diqqat qilaylik.
oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deganlaridek, ne'mat qadrini ne'matga chulg'alganlar bilmaslar. alloh taoloning ulkan ne'matlari ichida lazzat rohatga botib, go'yo bizlarga bu ne'matlarni hech kim in'om qilmagandek his tuyg'ularda bo'lib, o'zimizni kim ekanligimizni ham unutayozdik. Mo'min banda aslo o'zligini unutmay, bandachiligida turib, Rabbisining ne'matlari uchun mudom shukronalar qilishi darkor. alloh taologa benihoyat hamd sanolar bo'lsinki, bizlarni turli tuman in'omlari bilan siylab, bizlardan rahmatini darig' tutmadi. Qiyomat kunida ham bizlarni butun xaloyiqlar oldida sharmanda qilmasin va biz musulmonlarni alloh taoloning o'ziga shukr qilguvchi bandalaridan qilsin. قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بالليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. Abu Qatodadan rivoyat qilinadi, aytadilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safarda bo'lganlarida kechasi yo'lda to'xtab dam olmoqchi bo'lsalar, o'ng tomonlari bilan yonboshlab yotar edilar. Mabodo tong otishidan bir oz avval yo'lda to'xtab dam olmoqchi bo'lgan bo'lsalar, yonboshlab olib, bilaklarini tik qilib, tirsakni yerga tirab, boshlarini kaftlarga qo'yib yotar edilar. Mulla Ali qori aytishlaricha, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshlarini yerdan ko'tarib yotishlariga sabab namoz vaqti yaqin bo'lganligi uchun edi. Chunki xotirjam uxlab qolgan kishi namozga uyg'onishi qiyin bo'ladi va uyg'onganda ham mudroq bosib namoz o'qishi mumkin. Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah sallallohu alayhi vasallam va fihi 26 haditha. 40-bobga keldik. Bu bob payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ibodatlarini bayon qiladi. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قالا أنبأنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. Mug'irat ibn Shu'ba radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday ko'p namoz o'qirdilarki, hatto ikki oyoqlari shishib ketar edi. U zotga namuncha o'zingizni qiynamasangiz, axir Alloh taolo o'tmish va kelajak gunohlaringizni mag'firat qilgan-ku deyilgan edi. Shunda u zot Allohga ko'p shukr qilguvchi obid banda bo'lmaymanmi dedilar. Ya'ni bu buyuk ne'mat uchun Alloh taologa toat ibodatlar qilib, shukrlar qilguvchi banda bo'lmaymanmi deb, ne'matni in'om etuvchiga shukr qilish kerakligini va u shukr qanday tarzda bo'lishini ummatlarga ilmiy va amaliy ravishda yoritib berdilar. قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyoqlari shishib ketgunga qadar namoz o'qir edilar. U kishiga nega bunday qilasiz? Alloh taolo o'tmish va kelajak gunohlaringizni mag'firat qilganini sizga xabar qilgan-ku deyildi. Shunda u zot aytdilarki, ko'p shukr, ya'ni bu ne'matlarni in'om etgan zotga ko'p shukrlar qilguvchi va obid banda bo'lmaymanmi dedilar. قال حدثنا عيسى بن عثمان
ابن عيسى ابن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomul layl, ya'ni kechasida o'qiladigan nafl namozini shunchalik ko'p o'qir edilarki, hatto ikki oyoqlari shishib ketardi. U zotga nega bunday qilasiz? Axir Alloh taolo o'tmish va kelajak gunohlaringizni mag'firat qilgan-ku deyildi. Shunda u zot shukr qilguvchi banda bo'lmaymanmi dedilar. قال حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وثب فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. Al-Asvad ibn Yaziddan rivoyat qilinadi, aytadilar, Oysha roziyallohu anhodan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kechasida o'qiydigan nafl tahajjud namozlari haqida so'radim. U zot aytdilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kechaning avvalgi qismida uxlab, so'ng uyg'onar edilar. Agar sahar vaqti kirib qolgan bo'lsa, vitr namozlarini o'qib, so'ng to'shaklariga qaytib kelardilar. Agar ayollariga hojatlari bo'lsa, hojatlarini o'tar edilar. Namoz uchun azon ovozini eshitsalar, darhol o'rinlaridan turardilar. Keyin junub holatida bo'lgan bo'lsalar, g'usl qilib olib, unday bo'lmasalar tahorat qilib namozga chiqib ketar edilar. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن عنس قال قال وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله في طولها فنام رسول الله حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن 6 مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. Kuraybdan rivoyat qilinishicha, u kishi Ibn Abbos roziyallohu anhu xolalari Maymuna roziyallohu anhoning uylarida bir kecha tunab qolganliklarini xabar qilgan ekanlar. Ibn Abbos aytadilarki, men yostiqning ko'ndalang tarafida yon boshlab yotdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa yostiqning uzanasida yotib uxladilar. Yarim kecha bo'lganda yoki undan ozgina avval yoki bir oz keyinroq payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyg'ondilar. Uyquni ketkazmoqchi bo'lib, yuzlarini qo'llari bilan ishqaladilar. Keyin esa Oli Imron surasining oxirgi oyatlaridan o'qidilar. So'ng osig'liq turgan meshga borib, undan suv olib tahorat qildilar. Tahoratlari naqadar go'zal bo'ldi. So'ng namoz o'qiy boshladilar. Abdulloh ibn Abbos so'zlarining davomida aytadilarki, u zotning yo'llariga kelib turdim. Ulamolar aytishlaricha, albatta u zot ham tahorat olib kelganlar yoki tahoratli bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning
uyg'onishlarini kutib uxlamay yotgan edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'llarini boshimga qo'yib, so'ng o'ng qulog'imdan ushlab burab qo'ydilar. Keyin esa 2 rakat namoz o'qidilar. So'ng yana 2 rakat, yana 2 rakat, so'ng yana 2 rakat va yana 2 rakat, so'ng yana 2 rakat namoz o'qidilar. Roviylardan Man ismli kishi aytadilarki, 6 marta 2 rakatdan so'ng vitr o'qiganlar. Keyin esa muazzin azon aytgunga qadar yon boshlab yotdilar. Azon aytgandan keyin o'rinlardan turib 2 rakat yengil, ya'ni bomdod namozining sunnatini o'qib, bomdod namoziga chiqib ketdilar. Ulamolar bu hadisdan juda ko'p sohalarga taalluqli ilmiy istinbotlar chiqargan ekanlar. Hatto shu hadisning roviysi Ibn Abbos roziyallohu anhuning axloqlaridan ham mo'min kishining qalbini o'ziga jalb etib, uni hayratda qoldiradigan namunali o'rnaklar keltirib aytadilarki, faraz qiling, Ibn Abbos o'sha vaqtda yosh yigitcha bo'lishlariga qaramay, kattalardek aql zakovatli, ilm ma'rifatga chanqoq edilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ibodatlarini o'z ko'zlari bilan ko'rib, u zotdan ibodatlar o'rganish maqsadida u zotning uylarida tunab qoladilar. Ulamolar aytishlariga qaraganda, bu farosatli yigit ammalari Maymuna roziyallohu anhoni o'sha kecha hayz holatida bo'lganliklarini bilganlaridan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga tunash uchun kelgan ekanlar. Keyin esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qanday uxlashlarini kuzatib, uyg'ongunlaricha uxlamay kutib, u zotning ibodatlarini diqqat bilan tekshirib turishlari va shu kechada bo'lgan voqeani hammasini to'la to'kis rivoyat qilib berishlari ilmga va uni taratishga bo'lgan ishtiyoqlariga yorqin dalildir. Alloh taolo bizlarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga bo'lgan ishtiyoqni bersin va bu yo'lda qilgan kamchilik nuqsonlarimizni o'zi afv etsin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.